Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Toğluq Tömürxan namlıq romanның davamı. Toğluq Tömür şu günü düşdен keyin özünün Camdaki bargayıga qaytib keldi. Bu yerdeki Cam degeni Aqsuning sharq shimolidagi joy ismi. U qadimgi mashhur robotlarning birisi edi deyilibdi. Qish faslidagi quyosh bir kunlik mushaqqatlik safarni tugatib, o'z manziliga yetgan bo'lib, endi o'z hujrasiga kirib ketishga oldirayotgan bo'lsa-mu, ammo u yanada sexiylik bilan o'zining oxirgi qizil nurlarini bu bepoyon daloga choshmoqda edi. To'g'liq Tömürning xon chediri qor yulg'un g'olining bo'yidagi bo'zdöng deb ataladigan bir to'plikda edi. Xon chedirining atrofiga 400 oq uy rət-reti bilan qator tikilgan edi. Bu uylarda Doğlat qabilasining ulusbegi Amir Bulaji maxsus To'g'liq Tömürni qo'riqlash uchun ajratgan 4000 turg'avut turadi. Bu turg'avutlarning hammasi o'tir qo'ldak kuchtungur yigitlar bo'lib, ular Doğlat qabilasining har qaysi urug' aymoqlaridagi otaqli odamlarning bolalari orasidan tolvilingan bahodirlar edi. Xon chedirining oldidagi egiz xodida Chingizxonning to'g'ga o'xshash yo'g'on bir qizil to'g' qishning kashki sovuq shamolida lapildab turadi. To'g'ning o'tirsiga bir putida bir qog'ini changallab tutib turgan qorchig'ining surati zar yip bilan kashtilangan edi. Oq uylarning orasidagi karma degani oq uylar orasiga ot bog'lash uchun tortilgan arg'amcha deydi. Turlik yo'rg'a va yugurik otlar qon turib bog'lab qo'yilgan edi. Har bir karmiga bog'lab qo'yilgan qator otlarning rangi o'zgacha bo'lib, birinchi qatorga butunlay chilan to'ruq otlar bog'langan. Ikkinchi qatorga jiran otlar bog'langan. Uchinchi qatordagi karmiga qo'la va yana boshqa rangdagi otlar bog'langan edi. Bu otlarning hammasi chopsa kiyikdan oshadigan, har qanday yurishlarda o'zlariga hargiz ot yetkazmaydigan kuchlik, uchqur, esil nasllik otlar edi. Xon chedirining oldiga shikarda ovlangan yo'lvoz, yilpiz, bo'ra, tulka, bug'maral, jaran kiyik, to'shqon va qirg'ovul qatorliq turlik g'animatlari dövünüp ketgan edi. Bularning orasidagi chipar yo'lvosni tunigun atdiganda To'g'liq Tömür o'zi etib olgan edi. Mulozimlar boshqa ov g'animatlarini va shikor manqulatlarini to'qinaq tengiqlarni kerga uviq degani kigiz uyning gugusuni deydi. Qozon quchilarni to'glardan tushirmoqda edi. Көз bağlanğan мәһәлдә Rekaptar Mevlana Şeyx Jaloliddin ketiki mingan otni xon chedirining oldiga yetilab kelib to'xtatdi. Ondan uni qo'ltig'idan yo'lab otdan tushirdi. Mulozimlar otni yetilab akitishdi. Rekaptar Mevlana Şeyx Jaloliddin ketikini boshlab xon chedirining oldida nayzlarini qaychilashtirib tutib turishgan turg'avutlarning qatorini yerib o'tishgandan keyin xon chedirining ichiga kirdi. Xon chedirining o'tirsiga qurilgan mangalda org'icha o'tini charaslab kuyayotdi. Xon chedirining o'tirsiga qurilgan mangalda orcha o'tini charaslab kuyayotdi. Chedirining ichini orchaning mazlik purqi qoplagan edi. To'g'liq Tömür shikar kiyimlarini selvatgan holda tanha o'tiradi. Mevlana Şeyx Jaloliddin ketiki mangalning oldida o'tirgan To'g'liq Tömürga Allah teninge salametlik, işleringe tevfik ata qilsin, şöhretin alemge yayılsın, deb salam qildi. Qo'yuq qari is chiqib yenib turgan yo'g'on mom shamlar xon chedirining ichini kunduzdek yo'rtib etgan edi. To'g'liq Tömür tunigun o'zi bilan suhbatlashgan bu Uyg'ur baxshisini tonib, o'rindan sal ko'tarilib, uning salamini elik oldi. Mangal oldidagi dasturxonda nozu-ne'matlar tizilib ketgan edi. Uning chiroyining hüppida qizirib, paqirab turganiga qaraganda, semiz go'shtni to'yg'icha yeb, kuchli qimizdan qong'icha ishkanligi aniq edi.
u bulg'un terisidan tikilgan juvusini uchisiga yepinchoqlab olgan bo'lib, ichiga yipakdan yenik mo'ng'ulcha to'n, putiga uchi agmach, egiz pashinliq bulg'ari o'tuk kiyib olgan edi. Beliga bog'lab olgan yeshil ipak ro'milga inchika dastlik bir xanjarni qistirib olgan edi. "Ha, Uyg'ur baxshisi, hormay oshmay keldingmi? Beri kel, bunu yerda o'ltir" deb Mavlana Shayx Jaloliddin ketikiga Mong'olning o'ng tarafidan joy ko'rsatdi. Bu Mo'ng'ul xonzodasining odatdagi Uyg'ur baxshisiga ko'rsatgan alohida iltifot edi. Mo'ng'ullarning odatida Mong'olning yinida o'tirganlik shu tutunga toliq bo'lganlik bo'ladi. Shunga Mo'ng'ullar o'z ulusining nomini mushu Mong'ol ma'nosini bildiradigan Mo'ng'ul degan nom bilan atashadi. To'g'liq Temur dasturxondagi nozim ne'matlarga imo qilib, "Qani, Uyg'ur baxshisi, avval qursqingni obdan to'ydir. Ondan tungungi suhbatimizning davomini davomlashtiraylik" dedi. Mavlana Shayx Jaloliddin ketiki darhol. "Rahmat iltifotingga, ey hurmatli Xaqon" deb ta'zim bajo keltirdi. Biroq dasturxondagi nozim ne'matlarga qo'l uzatmay o'tirdi. Xon chadirining o'tirsidagi Mong'olda gurildab kuyib turgan orcha o'tinning yolqini butun chadirning ichini to'nirda qizdiratgan edi. To'g'liq Temur Uyg'ur baxshisining dasturxondagi nozim ne'matlarga zodil qo'l uzatmaganligiga taajjublanib, qo'yib qo'shima qoshlarini yimirdi. "Taomlarga hech qo'l uzatmaysan-ku, qandoq? Mening taomlarimda o'g'i bormikan?" deb so'radi, tarini turib. Chaqnab turgan ikki ko'zdan mijozining chustliqi va rahimsizligi chiqib turadi. Yo'qso, hargiz undaq emas. Hurmatli xonzoda olilari, dedi Mavlana Shayx Jaloliddin ketiki huduqib ketib. Undaq bo'lsa, nima uchun bu taomlarga eg'iz tekkizmaysan? Musulmonlar majusiylarning taomlarini makruh deb biladi. Şuna men senin bu taamlarından yesem bo'lmaydi. To'g'liq Temurning ko'zidagi shubha o't bo'lib yondi. "Ey Uyg'ur baxshisi, majusi deganing nima? Menga bu gapning ma'nosini hozirning o'zida aniq tushuntirgaysan." "Majusi degan imonsiz deganlik bo'ladi", dedi u javoban. "Ya'ni iymonni o'ziga hamroh qilmaganlarning hammasi majusi bo'ladi. Undaqda menmu majusiymi?" Bu chaqda Mavlana Shayx Jaloliddin ketiki o'rnidan turib, qo'lini ko'ksiga qo'ygan holda shundoq dediki, "Ey hurmatli Xaqon, qo'pol so'zlab qo'ygan bo'lsam, kechirgaysan. Tunigun atgan sen meningdan, sen yaxshimi yoki mavi ish yaxshimi deb so'rab eding. Shundaqmi?" "Ha, shundaq degan bo'lsam nima bo'pti? Men shu chaqda agar iymon menga hamroh bo'lgan bo'lsa, men ishdan yaxshiman. Agar iymon mening bilan hamroh bo'lmasa, ish meningdan yaxshiroqdir" deb javob bergan edim. "Ha, shundaq deb javob bergan eding" deb To'g'liq Temur beshini ishitdi. "Sening bilan mening o'tiramdagi farqmi dal shu iymonning menga hamroh bo'lganligida?" Mavlana Shayx Jaloliddin ketikining javobini anglab, To'g'liq Temur g'azabdan yerilib, ko'zlari chanoqlaridan chiqib ketaylar deb qoldi. "Ey Uyg'ur baxshisi, sen iymonni bisyor ulug'laydi ekansan. Ayta, uning menga nima keragi?" "Ey qudratli Xaqon, iymon degan shundoq narsa ekanki, agar uni chin ko'nglingdan o'zingga hamroh bo'lsin desang, vataningni suyish, xalqingni qo'g'dash, taxt saltantingni qudrat toptirish va dushmanlaring ustidan mangu g'olib kelish uchun boshlagan har qanday yurishlaringda u sana qo'lingga qo'l, putingga put bo'lib, bakmo asqatidi. Qaraydigan bo'lsam, sen boshqa har qanday hukmdorlardan ustun turishni dilingga pukkan
istidodli qaqan bo'lishqa bel bog'lagandek qilasan. Agar ijozat bersang, men imonning tariflarini, diniy islomni sana qisqacha sharhlab beray. Sana qisqacha sharhlab bersam, Toğluq Temür bu Uyghur baxşısının davatqanlarının tünügün özünün Moğol noyonlarına etqanları bilen oqışıp ketivatqanlığını görüp, g'azibini içige yutuvetdi ve onunla sözleşke icazet berdi. Biz musulmonlarning sizlardan farqimiz deb tushunishlik qilib so'zlashga boshladi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki. Alloh deb atiladigan ilohni bir deb tunuydiganligimizda. Shunga o butun islomiyatning ul tövrikidir. Chunki iymon shundoq narsaki Allohga hech bir narsani o'qitishga bo'lmaydi. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki so'zini to'xtatib, To'g'liq Temirga bir qarab etgandan keyin ondan so'zni yana davomlashtirdi. Demak, Alloh bir deb oshkora e'tirof qilish iymonning birinchi shartidir. Allohning farishtalarini e'tirof qilish, Allohning barliq payg'ambarlarini, Allohdan tushirilgan kitoblarni tunish, oxirat qiyomatda odamlarning tirilib o'rindan qopib, o'zining barliq yaxshilik yomonliklari ustidan hisob beradiganligiga ishonish, jannat bilan do'zaxning mavjudligiga qoyil bo'lish, dal mushu iymonning jumlasidandir. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketkining oddiy, ammo ma'nosi to'liq teran bo'lgan bu so'zlarini anglagandan keyin To'g'liq Temirning bayotini turilib ketgan qopqi echilishga va bora-bora chiroyida kulgi jilva qilishga boshladi. Bizning dinimizdami, dedi u kulimsirab turib. Hayot chig'ida yaxshi ish qilgan odam o'lgandan keyin yaxshi jonliqning surtida qayta tiriladi. Hayat vaqtida yomon ishni ko'p qilgan odam o'lgandan keyin yoki to'ng'iz va yoki eshakning surtida qayta tirildi deydigan sansara qismati deb ataladigan bir qismat bor. Bu jihatda bizning dinimiz sizlarning dininglar bilan o'xshib ketadi ekan. Qani aytqana, sen aytgan iymon, islom dini deganlar mening hozir qumdak chechilib ketgan bu Chag'atay ulusini qudratlik bovam Chingizning qarchiga suratlik tug'i ostiga birlashtirishimga yordam beralamdi. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki uning so'zini ma'qullab beshini langshitdi. Ey hurmatli xonzodam, iymon, islom dini sening qudratlik Chag'atay davlati qurib chiqishingga cho'qim kuchlik madadkoring bo'la oladi. Masalan, menga qanday madadkor bo'la oladi? Sen şunu tushundirgin. Musulmonlarning Qur'on Karim deb ataladigan muqaddas kitobida, dedi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki To'g'liq Temirga tikilib turib. Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish boshqaruvchilarga bo'ysuninglar. İşta qat'iy hukm qiluvchi yanala Allohdir. Deyilganligi bunun ro'shan dalilidir. Bu ulug' va mutlaq hokimning mutlaq hikmatidir. Chunki faqat qudratlik Alloh inson jumlasidan bo'lgan seningdek birsiga haqqonlik to'nini kiydiraydi. Manga va sening toifangga o'xshaydigan son sanoqsiz inson toifasini sana bo'ysundigan qila oladi. Hamda sen orqali olamning yasoq tuzuklarini turg'izib, insonlarga oromlik yetkazaydi. Shuning uchun buyuk Alloh xuddi nurliq quyoshni 4-osmondan yerdagi o't chavarlarga nur bergizganidek, sening g'amxo'rlik soyangni huma qushidek bizlarning beshimizga yetkazib, sharafli xizmatlaringga ulaştıra oladi. To'g'liq Temirning ko'zlari ta'jib ilkida yenishqa boshladi. Ey hurmatli Uyg'ur baxshisi, sizlarning Qur'on Karim deyilgan ashu ulug' kitobinglarda rostla men to'g'riliq so'zlanganmi?
Gerçi Kur'an Kerim'de sen doğruluk məxsus sözlenmegen bolsumu, emma şunu düşünüşün gerek ki, Xudavəndə Kerim, sen Xanzada alilərdək fazıl xaqanlarını təxit saltanatga oturğuzup, qadir mənzilini haqiqatan Pələk dərəcəsindən yuqarı örültüş qudreti ega. Allah həmmige qadir ki, sana oxşaş kərəmlik şah haqallarının uluq sübtünün sayısını teximi kən qanat yaydırıb, haqiqiy haqanlıq dərəcəsini və dövlətini inam qılıdı və dövlət aptab şoğlusunun orğamçısını senindək qudretlik haqanlarının qoluğu tutquzub, onun bilən zulüm quduqiga çökkan jafokash ojizlarni tortib chiqarib, ularni sening davlat soyang bilan tarvish qiladi. Haq gap qilding, deb Mavlon Shayx Jaloliddin Ketkining so'zini tasdiqladi To'g'liq Temir. Ulug' bovlarim Chingiz bilan Chog'atay insonlar ichida tangdishi yo'q insonlar edi. Ular olmagan qamal, ular oshmagan davon qolmagan edi. Şuna ular tarixlarda büyük istilachi deb atalgan. Bütün dünya ularga bosh ekkan. Bütün zimin ular mingan otning po'lat tuyuqi ostida titrigan edi. Elhol Bodirxon otam Eson Bug'axon vaqtsiz vafot bo'lgandan keyin Chog'atay taxtiga o'tirganlarning o'rni zodi ismidi. Chog'atay mamlakatida yig'i g'alyon xuddi uy to'shqindek ko'payaverdi. Qora niyat isyonchi xonzodlar Chog'atay taxtini talishib qo'zg'agan urush o'ti ichida nurg'un shahar avdonlarning kuli ko'k so'rilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu urushlarda son sanoqsiz bahodir yigitlarning o'liki dalolarda qilib, ko'zlarini qog' qo'zg'onlar cho'qib, teni bo'ri itlarga yem bo'ldi. Urush malmonchiligi ichida mamlakatning beli ushtildi. Xalqim xuddi it tolibatgan godoydak shumshiyib, o'shga g'ajab yalang'ochlayotgan shoptunning shixidek yalang'ochlandi. Vatanimning beshig'iga kelgan bu fojialarni ko'rib, mening ichim siyrilmoqda. Ammo bu ishlarga chek qo'yg'idak biror mard bahodir ta hozirga qadar o'tirg'i chiqqani yo'q. Gerçi mening yeshim kichik bo'lsa-mu, ammo men o'zimni ba'ayni yenib turgan bir parcha o't, poyonsiz tuzda yolg'iz tinab yurgan bir yosh arslon deb his qilaman. Atrofida to'satdan nurg'un kiyik paydo bo'lganida arslon qaysi kiyikka qarab yugurishni bilolmay, heli uningga, heli buningga o'zini urg'undek. Meningmi nurg'un arzu istaklarim bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu arzu istaklarni qandaq ishga oshirishni bilolmay yuribdiman. Sözüңni anlavatman, sahip Qur'on, dedi uning so'zidan ta'sirlangan Mavlon Shayx Jaloliddin Ketki. Sen cho'qim xuddi Chingiz, Chog'ataydak kuch-quvvatga erisha olaysan. Düşmanlaringni cho'qim yer bilan yakson qila olaysan. Yovga qarshi arslondek etilib tura olaysan. Buningga ishonchim komil. Biroq bilamsan, sahip Qur'on, sen ko'nglingga pukkan buyuk arzu istaklaringni ishga oshirman desang, ko'ngil ko'zing bilan dunyoni kuzatgin. Har qachon pok, erdamlik bo'l. Men aytgan yangi e'tiqodning qoida mezonlarini tushunib boqqin. Hamisha azgulikka yaqin bo'lgin. Uyg'ur baxshisi, dedi To'g'liq Temir tuyuqsizlar. Qani, savolimga javob ber. Sen o'zingning dinning burhonimi? Mavlon Shayx Jaloliddin Ketki To'g'liq Temirning nima demoqchi bo'lganligini uning o't chaqnayotgan ko'zlaridan bilib qoldi. Bu yosh Mo'g'ul xonzodasi soddadek ko'ringani bilan bu soddalikning keyinda meni sinab beqish makkorligimi yoshiringan deb o'yladi o'z ichida. Bu savolning taqtida o'lim xavfi yoshirinib yotidi. Bayatin deganlarim
Allah namıdan aytilgan boğaşqa, muqaddas Qur'an Karim ve hadis şeriflardan özündilərini naql keltirganlikim ve onunğa tayanğanlikim bu sadda yaş Moğol xanzadisini İslamga dalalat qilish, ondan onun kuch qudratiga tayinib, bütün Çağatay memleketide İslamiyatni to'liq joriy qildirishimda muhim qural, büyük muddao maqsadimni yoshirishimdagi muqarrar parda edi. Xalas. Biroq onun suoliga yo'q deb javob bersam, u meni ko'zga ilmaydi. Ha deb javob berishmi xatarlik. Men o'zimning avliyo burxonligimni shu chaqning o'zida isbotlab bera olishim, balki mo'jiz ko'rsatishim shart bo'lmasa. Ey hurmatli Xaqon, dedi u kulib ketib. Men suolingga Sharqning qadimgi bir hikoyasi orqali javob bermoqchiman. Mubodo ruxsat qilsang, aytib baqsam. Qani, quliqim senda. Qadimgi Ironda oq ko'ngil Juha deb bir odam o'tgan ekan, deb hikoyasini boshladi Mavlona Shayx Jaloliddin Ketki. Bir kuni qo'shnisi Juhaga ko'chada bir aylan jiq nozu ne'matlar silingan bir patnosni ko'tarib ketyotidi, debdi. Undaq bo'lsa menga nima? deb so'rabdi Juha. Qarg'ina, u kishi patnosni ko'tarib, sizlarning uyinglar tarafga qarab ketyotidi, debdi qo'shnisi. Undaq bo'lsa senga nima? deb so'rabdi Juha. Shuningga o'xshash, ey sohib qiron, mening burhon bo'lishim yoki burhon bo'lmasligimdan sana nima foyda? Uyg'ur baxshisining ustalik bilan to'qilgan bu hikoyasiga chin ko'ngildan qoyil bo'lgan To'g'liq Temur qaqaqlab kulib ketdi va shundoq, sening so'zlaringdan men ko'p haqiqatlarni tushunib oldim. Halbuki bu haqiqatlar biz ajdodlarimizdan tortib cho'qinib bosh urib kelayotgan burhon dindi cho'qinib bosh urib kelayotgan burhon dindi yo'q. Şuna men senin bu haqiqatlarni bana aldırmay sözlep berişinge muhtajman. Sözlep muşya kelgende To'g'liq Temur sözünü to'xtatib, sinch ko'zlari bilan onun qarab qo'ydi. Mavlona Shayx Jaloliddin Ketki muhim bir narsani o'zidan yoshirayotganligini, uning mug'ambarlik o'ti chaqnayotgan oshu ko'zlaridan bilib qoldi. Pat orada büyük yurishlarga otiladiganligimni bilib qolasan, dedi To'g'liq Temur sözünü davomlashtirib. Kelgusida mening xon otam Eson Bug'axon o'tirgan, hozir boshqalar chang'ilga ilib olgan Chog'atay taxtiga o'tirganligimni ko'rsan, mana mushu buyuk ishlarni keyingilarga yezib qoldirish uchun menga xuddi seningdek bir putukchi baxshi lozim. Ulug' bobom Chingizxonning huzurida Hoji Rahim ismli bir Uyg'ur baxshisi putukchi bo'lib ishlagan ekan. Mening 6-chi bovam Chog'atay xonning huzuridami Yusuf Sakkaki ismli bir Uyg'ur putukchisi ishlabdikan-ku. Demak, sening bo'g'laring bo'lgan ashu Uyg'urlar tarixda mening bo'g'larimga putukchi baxshi bo'lib ishlagan yerda sen menga putukchi baxshi bo'lsang, nimishqa bo'lmaydi ekan? Mavlona Shayx Jaloliddin Ketki dastlabda o'zining yoshinib qolganligini bahona qilib To'g'liq Temurning taklifini silliqlik bilan rad qilishga uringan bo'lsa-mu, ammo uning chin qalbidan chiqayotgan bu samimiy so'zlarini anglab, noiloj farmon adabdan ustun turdi deb To'g'liq Temurning bu taklifini qabul qilishga rozilik berdi. Ular toki tun nisbigacha mushundaq suhbatlashib o'tirishdi. Hürmetlik o'qirman. Muallif Mavlona Shayx Jaloliddin Ketki bilan To'g'liq Temurning Oyko'ldagi tunji uchrashishi haqidagi bobni oxirlashtirayotgan chog'da tuvandikilarni so'zlab o'tishni lozim topdi. Chingizxon Mo'g'ullar tarixidagi eng hokim mutlaqlik xon edi. Uning asosliq faoliyat qilgan yerlari G'arbiy diyordagi madaniyat markazi bo'lgan Qo'chu Uyg'ur eli, Beshbaliq,
Turpan va Ili vodisidagi Olmaliq qatorliq markaziy Uyg'ur shaharlari edi. Chag'ataymi o'zining taxt saltanat markazini Uyg'ur shahri bo'lgan mushu Olmaliqda qurgan edi. Bu hokim mutlaq Xoqon o'zining saltanat surini Mo'g'ullarni madaniyatda olg'a ketgan Uyg'urlardan madaniyat o'rganishga majburlashga sarf qildi. Uning bu harakati o'z navbatida yana Uyg'urlarning shon shuhratining texmi yuqori ko'tarilishiga, Uyg'ur tilining texmi soplayishiga va Uyg'ur madaniyatining texmi jo'sh urib rivojlanishiga foydali bo'ldi. Natijada shu chaqdagi Uyg'ur ahli ilmlarining orasidagi arabiy Fars guyla tarix sahnasidan chekinishga majbur bo'ldi. Hökumət hüccətləri və əl içi hüccətləri Çağatay xalqının milli tili bo'lgan Uyg'ur tilida yurgizildigan bo'ldi. Çağatay xan Çingiz xonning bolalari orasida eng johil, onasining yasoqlariga, nasihatlariga eng rioya qiladigan kishi edi. Çağatay xonga otasi Çingiz xon Tangri tig'ining atrofidagi keng vodilar bilan mulki Xurosonni topshirgan edi. Çağatay xon o'zi Ili vodisidagi Uyg'ur shahri Olmaliqda turib, bu keng zaminni boshqardi. Shunga Çağatay xonning butun bolalari, hatto navri chavalarigacha bo'lgan Çağatayzoda xonzodalarning hammasi Uyg'ur baxshlarining qo'lida ilm olgan va tarbiyalangan, Uyg'ur urf-odatlariga odatlangan edi. Tug'luq Demirmo buningdan mustasno emas edi, albatta.